suvni insonga naqadar shifobaxsh ekanligi odamni quvontiradi. Iliq holatda 1 stakan 200 grammdan osh qoringa nahorda ichiladi. Chunki havosi juda ham ajoyib. Bu yaxshi. Bu jismni to'g'ri Tavsiya qilaman. Kelsin, ko'rsin. Har kimni o'zini boshidan kechirgani boshqacha. Shu oshqozon ichak, o't, ichki organlar faoliyatini yaxshilaydi. Mana shu kim kelsa tavsiya qilamiz hammaga. Tamomatchilarga har xil taomlar pishiryapmiz. Shu hammaga tavsiya qilaman kelishlarini. Kelinglar, xayr, Xovotog' sanatoriyasi. Bag'rimiz har doim sizlar uchun ochiq, azizlar. Qon bosimi, asab tizimi, ovqat hazm qilish muammosi va bo'g'im og'riqlaridan aziyat chekyapsizmi? Bizda bunga yechim bor. Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan 1336 metr chuqurlikdan chiquvchi Xovotog' shifobaxsh suvi yuqorida sanab o'tilgan muammolardan butkul xalos bo'lishingizga yordam beradi. Endi narxlar 10% chegirma asosida 2.700.000 so'm. Murojaat uchun pastdagi havola ustiga bosing va ro'yxatdan o'ting.